Всем привет! Bugün Rising hakkında gaplashamiz. Risingdan turli savol tushib qoldi, короче. Risingda deydi, doğru javobni ko'proq topishimiz важныйmi hozirda turibdi yoki vaqtda qo'yib ishlashimiz ko'proq важныйmi degan savol tushdi-da. Buni javobi kursni nereda ekanligingizga bog'liq. Kursni agar siz boshida yo o'rtasida bo'ladigan bo'lsangiz, ilojisi bo'lsa vaqtga qarab o'tirmanglar Risingda. Doğru javob topishga harakat etinglar. Agar bir passajni o'zida 15-20 minut ketishi kerak bo'lgan yerda bir passajda turibman. 15-20 minut ketish kerak, o'rnini 1 soat 2 soatlab ketsa ham farqi yo'q. Ilojisi bo'lsa ko'proq ishlashga harakat eting. Ko'proq ishlashga harakat eting. Nashunsa keyingi safaringiz aniqroq bo'ladi. Bu safar siz agar shu 13 savoldan 10'sini to'g'ri topgan bo'lsangiz, sizga keyingi safar 11-12 ga yaqinlashtirib chiqarish aniqroq. Agar siz bugun 3'sini faqat to'g'ri ishlagan bo'lsangiz, keyingi safar возможно jonli harakat etsangiz 5'sini to'g'ri ishlashingiz mumkin-da. Ilojisi bo'lsa shu kundan maksimum foydalanib zo'r chiqarishga harakat etinglar. Har safar nashunsa shu o'tgan safarga sal bo'lsa ham yaxshiroq bo'lib ketaveradi nashunsa. Boshi bilan oxirini nima важный emas, tezlik degan narsa. Doğru javob chiqarish ko'proq важный. Marafon o'xshaydi-da bu. Marafonda masalan 40 kilometr Xiva, 20 kilometr borish, Xivadan 20 kilometr kelish, yugurish bo'yicha marafon ketib turgan bo'lsa, faraz eting. Shuni marafonda yuguradigan sportsmenni tanlab turgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda u balani 40 kilometr yugurib biladigan etishingiz kerak-da uni. Boshida 40 kilometr yugurib bilsin u. Tezlikda zo'r bo'lib turib, 5 kilometr yugurib bilsin, oqadasiz uni. Bizda ham xuddi shunday narsa. Birinchi o'rinda to'g'ri javob ko'proq topilishi muhim. Keyin vaqt ustida ishlanaveradi. Lekin vaqt ham muhim. O'sha oxirgi proses bo'lsa, 3 etap bor. Masalan, shu beginning prosesi bor. Keyin o'rta proses bor, keyin oxirida o'sha ekzamenga yaqin proses bo'lsa, 3-etapda o'sha vaqt ustida ko'proq ishlash kerak. Bunda vaqtda qo'yib ishlash kerak ilojisi bo'lsa. Nashunsa o'ylab ko'ring. Siz 6 balagan Risingdan 6 balagan balani prezident etmasligingiz mumkin. Lekin uni ham yaxshilab dinglab ko'ring deysiz. Nodin ishab ishlaydi. Agar 3 passaj bo'lsa, har qaysisida 13, 14 dan tushgan bo'lsa, faraz eting. Bir soatda zo'r ishlagan bo'lishi mumkin. O'ylagan zo'r ishladim gap bo'lishi mumkin emas. 2 passajda ishlagan u haqiqatda. Bir 13 savoldan, birinchi passajdan 13 savoldan 12 ni to'g'ri ishlagan, bir xato aytgan bo'lishi mumkin. Balki harfini terishdan. Ikkinchi passajdan yana 13 savoldan yana 12 ni urgan bo'lishi mumkin. Bu ham zo'r natija. Yana bir xato aytgan bo'lishi mumkin. Misol inson ko'p, bola ko'p bo'lsa. 3-chi passajga vaqt yetmay qolgan bo'lsa, endi hisoblab ko'ring, shu nachalasi berishilgan natijani. 2 passaj ishlayam 13, birinchi 13likdan 12 ni, ikkinchi 13likdan 12 ni, ikkisini qo'shasiz 12 + 12 24. 24 avtomatik 6 ball chiqadi. Bu bola super ishlaydi. Lekin non ishlamagan, vaqtni ustida ishlamagan. Vaqtni ustida ishlash shart emas edi birinchi, ikkinchi etaplarda bo'lsa. Tayyorlanuvda masalan 8-9 oylik kurs bo'lsa, birinchi 3 oylik, o'rtadagi 3 oylikda vaqt emas, to'g'ri. Unda asosiysi to'g'ri javob topish muhim. Chala vaqt yetsa ham farqi yo'q. 3-etapda vaqt ustida ishlash kerak keyin. O'ylab ko'ring. Oddiy bir misol, shu balani yana bitta sal ishlab, to'g'rilab misol birinchi passajda 13 dan 12 ni ursa, ikkinchi passajda 13 dan 12 ni ursa, uchinchi passajda хотя бы 13 dan yarısını ishlamakka o'zib ketib boshlagan bo'lsam ham bilamiz. U уже boshdagi 13 dan 12, 13 dan 12, uchinchida 6 ni urgan bo'lsa, 12, 12, 6, 24 plus 6, 30, 7 baladan уже avtomatik. Shunday narsa. Keyin sizlar yaxshi maslahat, o'zi ko'pchilik aytadi, ishlatsam jonliroq bolalarman, hammasi ustida ishlayman. Her gün writing yazıp, her gün reading, her gün listening.
Eting şu narsani haqiqatda. Har kun hammasini ustidan bo'lsin. Keyin aytadi, lishni vaqtim kasan ishlating deydi. Ya'ni 4 aspektdan har qaysini bir test ishladim yoki 2-2dan test ishladim. Aha. Qaysi birisida uporni, ana nima, fokusni ko'proq qaratsam bo'ladi deydi. Eng yaxshi maslahat listening. Nechun? Sebabki Readingdan masalan 7'ye erishdingiz ya aytganimizdek. Birinchi passajda 13'te 12'ni, ikkinchi passajda 13'te 12'ni, uchinchini endi yarısini amallab tursiz. 13-14 savolda 6'sini olgan bo'lsangiz, 30'da 7 ball oldingiz readingdan. Keyin writingdan ham bir 6,5 qo'yib berdilar masalan. Endi baland qo'ymadik ko'pincha o'zlaringiz bilasiz. Speakingdan ham bir 7 chiqdi. Yaxshi harakatingiz bilan o'zingizdan. Endi 7, 6,5, 7 bo'lib turgan bo'lsa, reading 7, writing 6,5, speaking 7 chiqib turgan bo'lsa, siz endi balangiz ya 6,5 ya 7'ye qarab ketadi deb turgan bo'lsangiz, yo'q, qayta balandga qarab ketishi ham mumkin. Agar listeningga jonliroq bosib ishlasangiz. Listening yaxshi tarafi kallangiz orttiribdi deysiz-ku ko'pincha. U yoqqa borib masalan, podkursdan borib, u yoqqa borib kallam orttiribdi. Bir zaman yotaman, reading o'qib bilmayman baribir. Speaking gaplashmakka holim yo'q, writing yozmakka kallam chiqishmaydi. Eng zo'r narsa bu listening. YouTube'ga girib turib, Resident IELTS listeningdan poiskga bersalaring, bir to'da listening net chiqarib tashlaydi. İşledigan narsa. Treklar. Shu kungilarni tashlaydi o'zi ham ko'pincha. Ba'zi birlari to'g'risi endi eldan ham tushgan savollar bo'lishi mumkin-da. Ko'pincha shu kungilarni tashlaydi. Horib turgan bo'lsangiz ham, uxlab yotgan bo'lsangiz ham ishlasa bo'ladigan narsa bu listeningda. Ko'pchilik aytadi, listeningni rivojlantirish uchun angliysidan kino ko'rsam foydasi deyadi, lekin kinodan ko'p vaqt deb keladi. Ko'pchilik aytadi, qo'shiq eshitsam foydasi bor. Bor uni ham foydasi. Primoy foydasi yo'q-da uni. Ya'ni kino ko'rganingiz, qo'shiq eshitganingiz IELTSdan baribir farq etadi, IELTS listeningdan. Siz kino ko'rsangiz, hazzat etib ko'rasiz. Misol, xalaq yeringizni qo'yib, kinoni hazzat etib, masalan, 1 soat, 1,5 soatlik kino. Yoki qo'shiq deylik. Lekin IELTS listening siz hazzat etib eshitadigan narsa emas, to'g'risi. Part 1'da registratsiya bo'ladi, Part 2'da karta tushadi, Part 3'da multiple choice ABC'dan birisini tanlaysiz. 4-chi partda bo'lsa tez so'lab ketadi, javobni o'qib ketishingiz kerak. Siz IELTS listeningni zo'r ishlayajak bo'lsangiz, IELTS listeningni o'zidan tirib ishlatishingiz kerak. Kino ko'rib, ya qo'shiq eshitib, uni davomli primoy foydasi yo'q uni. IELTS listeningni rivojlantirish uchun IELTS listeningni o'zini ishlash kerak. Qara vaqtingiz bo'lsa va boshqa vaqt bo'lsa. Faraz eting, endi IELTS listeningga ko'proq fokus qaratib ishlasangiz, u haqiqatdan ongsatroq narsa ham chiqarsa bo'ladi bu narsa, ko'proq ishlasangiz. 9 ham mayli. 8,5 olib, misol. Listeningni zo'r ishlab, ko'proq e'tibor berib, kallangiz og'risam, listening ishlab bilasizlar. Ya o'zingizni kamsiz joylaringizni ishlang. Ko'pchilik 40 savolni boshida ishlamaka, günün oxirida уже xoriyman. 40 savolni ishlamagansa, nega slabый? Mesela, Patreon'ı slabый mı? ABC'ni qo'yajakda ko'proq problema mı? Giringdan YouTube'ga girib turib, Resident IELTS ya aytgan YouTube'ga girib Resident IELTS listening desangiz yoki IELTS listening desangiz diqqat qiladi. Doğru Patreon'ga qo'ying. O'zingiz neringizda slabый joyingiz bor bo'lsa, misol, nechun Patreon deb aytasiz demak, ko'pincha abituriyentlar shuni aytadi ABC'ni. Shuni qo'yib, her gün shundan bir 3-4 ishlang, doполнительный. Hamma ishlaganlaringizdan tashqari, masalan, bir writing, bir speaking, bir readingdan keyin, yana bir listeningdan keyin doполнительный vaqt qoladigan bo'lsa, yoki 2-2dan ishlab bo'lgandan keyin vaqt qolsa, listeningdan shu slabый joyingizdan 1-2 ishlavering, doполнительный. Zo'r chiqadi baribir. Haqiqatdan zo'r chiqadi. IELTS 9 chiqmasa ya aytganman, balki 9 chiqar endi. Endi bir xato, 2 xato bo'lsa, bu 8,5 ku. 8,5 chiqqanidan o'ylab ko'ring. Ya readingiz 7 chiqadi. Writingiz 6,5, speakingiz 7. Buni 8,5 mi, yarmini balini olamizdan. Writingdagi 6,5 chiqqandan qo'shamiz, 7 bo'ladi. Keyin 3 tane 7 bo'ladi. Faraz eting, readingiz 7, writingiz yani 8,5 yarısını aldıdan writingiz ham grup hisoblasak, buni yarısını bunga qo'shib hisoblasangiz 7,
Speaking hem 7 çıktı. Endi 8 bolup koyan listeninizde yine yarım balını любой bir derseye koşup hesaplan. Misal, общий 4'sini koş 4'e bölesizmi ki? Ha şunu yarım balını alın, любой bir derseye koşup misal, reasoning koşup hesaplasanız 2, 7 yarım, 2, 7 çıkkan болады şunda. Yoki boshqachasini agar kallangizga solib ketgan bo'lsa, 8 yarım, 7, 6 yarım, 7'ni chiqaring. Chiqqanini 4'e böling. Yoki balki hozirgi hisoblaganimni aytib hesaplang. 2 dana 7 yarıma deng, 2 dana 7'ye deng da hozirgi balangiz. 2, 7 yarım, 2, 7 bo'lsa, avtomatik 7 yarım chiqib beradi. No balandroq bo'lsa, shuni qo'yib beradi ular. Qarabsizki siz ya readingizda 7, writingizda 6 yarım, speakingizda 7, 6 yarım chiqamak, 7 chiqamak deb o'tirgan yeringizda, listeningdan ko'proq, sal ko'proq ishlaringiz uchun yoki muammolaringizni hal etib, ko'proq multiple choice'larning ustida ishlaringiz uchun 8 yarım chiqarganingizni hisoblab, уже 6 yarım ekan, 7 ekan deb o'ylab o'tirgan yeringizda 7 yarım chiqib ketdi balangiz. 6 yarım 7 emas, 7 yarım chiqdi. Nolay endi, listeningiz endi. Bu navni aytajaqman. Qolgan testlardan göresim, yana navodir menga zo'r ne beradi, zo'r effekt beradi. Men aytgan meniyatimni zakonni qaytarib beradi deb o'ylab turgan bo'lsangiz, shu listening zo'r qaytarib beradi. Shu bilan bugungi peredachamiz tamom. Har hafta shuni chiqishib turaman. Agar sizlarga foydasi tegsa, yoqsa, navodirda problemalaringiz bo'lsa yozib beringlar. Şuna cevap verirse hareket edemeyiyorlar istiyorsa. Bizler hem mesela 25 yakında Xudo xohlasa dekabr oyi bo'lsa 26-yilimiz qaraydi IELTS'da. Ingliz tilida yurganmiz. IELTS'da demeyin. IELTS endi 2006-yilda boshlanamiz. Bu yil 20 yil bo'ladi. IELTS'imizda 20 yil, ingliz tilida o'qib boshlag'animga 26 yil bo'ladi ekan. Shuncha yillik bilim. Shuning uchun qo'rqmanglar yoki qiziqtirgan savollar bo'lsa beringlar. Qo'ldan kelsa javob berishga harakat etaman vaqtida. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.